Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Navbatdagi oshxona mebelimizni Namangan Haqlovodga 6 metr joyga joylashtirib berdik. Mebelimizning razmerlari bo'yi 245 sm gacha chiqqan. Patologgacha yopishgan, qoshlari kanallar bilan to'liq yopishtirib, zazorsiz bezazor berganmiz. Yonboshlariga ham ahamiyat berib berdilar. Tepalarida ham zazorlari yo'q, katta 5 cm, 4 cm zazorlar qilinmagan. Uyda vidiga qarab turib, ranglarni ham keyin o'zi yoqtirib, o'zini yoqtirgan didi ranglarni qilib berdik va chiroyli qilib, yog'och svetni mo'g'ri aralashtirib, tomlarini ham o'ziga moslab, eshikka moslab, yog'och svet qilib berganmiz. 4 cm qalinidan zavodda o'zi 10 yil garantiya bergan Rossiya mahsuloti. Buni qozonda issiq holatida bu yerga qo'yib, ovqatini solsa ham mo'ron kuyib yoki nimadir bo'lib ketmaydi. Suvga chidamli. O'zimizni testimizda o'tgan suvga 2 kun turgan, suvga o'tirib qo'yganmiz, ishimagan, chunki bu Rossiya daraxtidan bo'lgan, ishimaydigan narsa. Eshiklari akrilik 1.8 qalindan qilingan, 1.6 emas, 1.8 qalindan qilingan. Matli qo'lda izi qolmaydigandan bellarga xuddi mikrovolnovka xaldindan texnikalarni o'zimiz chopib qilib qo'yganmiz. Kafillar devolni grant qilib bosgan ekan, o'zimiz cho'k qilib bu yoqqa osib qilib berganmiz. Gaz disklarni mana o'ta spagoni bo'lmagan. Videoni ko'rib ko'rasizlar. Kamera operator bu yoqda. Qosh soladigan, tapkul, qoshiq, xohlagan narsasini solib, bunga ham suv bilan tursa ham hech nima bo'lmaydi. O'z vaqtida tortib ketaveradi. Bellarga mo'lkalarni o'zimiz qo'yib berganmiz. Original mo'lkalar, original smesitel, belida usushkasi ham bor. Mo'lka qalindan suvda ovozni taqib qilib qilinmaydi. Yerga mana usul taqalari qilingan, musor soladi, eshik yopadi, musor doim ishlataveradi. Svetlari ham mana bo'ladi, high-tech variantda jakat bo'lmasa, lekin chiroyli bit beradigan, eshiklariga to'liq yay beradigan qilib qo'yilgan, eshikka yay berish uchun qo'yilgan, chiroyli bit bo'lish uchun mana uy svetlariga ham moslangan, hamma yo'q bir xil bo'lgan. Uyda bir dizaynini ham ko'rsatib turgan, bu yerlariga ham moslab bergan, devorlari ham mana kelin haqiqatda didi bor ekan, cho'tki narsani tanlagan ekan, mana devorlariga moslab, mebellari ham cho'tki bo'lgan, chiroyli chiqqan. Shu niyat qilganlar, mebelimiz yoqqan bo'lsa, sizlar uylarga hammanglar uylar shunaqa mebellar bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, pastga tugmasini bosib qo'yinglar, yaxshi manfaatli bo'ladi. Bizga ham yordam bo'ladi. Yana ham klientlar kelish uchun like bosib qo'yinglar, videomiz rekka chiqishi oson bo'ladi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada xohlagan savollar berishinglar mumkin. O'zimiz javobini berib, xohlasanglar Telegram nomerlarida Telegramdan savol bersanglar, katalogi bilan bundan ham yaxshi, bundan katta ishlarni katalogi bilan tashlab chiroyli qilib tushuntirib qo'yamiz. Hammaga rahmat.